yil ko'rinmagan oy. Birinchi qism. Nihoyatda shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende İslam çakarları gruppasi tayyorlagan hijrat tarixlaridan 10 yil ko'rinmagan oy nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Olamlarning parvardigori Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh yakki yegonadir, uning sheriki yo'qdir. Podshohlik uningga xosdir. Maqtash uningga xosdir. U hamma narsaga qodirdir. U yoshirinni va oshkorini bilguchidir. Osmon va zaminni yaratquchidir. Agar Alloh bizni hidoyat qilmagan bo'lsa edi, hidoyat topmagan bo'lardi. Alloh hidoyat qilgan kishini hech kim ozdira olmaydi. Shuningdek, Alloh ozdirgan kishini hech kim hidoyat qila olmaydi. Jumladan men bir ozg'un yigit edim. Alloh menga hidoyat bermagan bo'lsa, men ozg'unlik ichida o'zimga va ota-onamga ziyon yetkazgan bo'lardim. Meni hidoyat qilgan Alloh ondan o'zining yo'lida har turli musibatlar bilan sinab, qalbimni o'ziga moyil qilgan, o'zining yo'lida butkul hayotimni eng oddiy qilib yashash, mu'minlarga xor, kofirlarga izzatlik bo'lishga yuzlandirgan Allohga va yana gunohlarimga tavba qilish fursatini bergan Allohga o'zining ulug'ligiga loyiq maqtashlar bo'lsin. Allohning elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. O kishi bütün insoniyatga hadiya qilingan rahmatdir va ato qilingan ne'matdir. O bizga Allohning elchiligini to'liq yetkazdi, omonatni ado qildi. U bu ummat uchun eng ko'p arziyat tortgan kishidir. İnsanlar kufr qorong'uligida tang'arqab, ozg'unlik batqoqlarida azvaylab yurgan paytda ularni Allohning vahiysi bilan va go'zal axloqi bilan iymon nuriga chaqirdi. Peygamber aleyhisselamның sahabalaridan Allah razı bo'lsin ki, ular din uchun barliqini pido qilgan, Allah rizoligi uchun hijrat va jihad qilgan. Rahat parag'atlik turmushdan Allah uchun voz kechib, dunyoning har qaysi joylariga, osmondagi yulduzlardek chechilib, Allohning diniga yordam bergan kishilardir. Ular bizga o'z hayotini ulgi qilib qoldirib ketdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ail tavbatlarına Allah'ın rahmetleri ve salamı olsun. Hürmetlik okurman. Tövende sizce sunmakçı bolgan tarihi eser hayatta hakiki bulup ötken hicret kıssıdır. Men bu tarihni en doğru şekilde ifadeleş üçün vakiyalikte ne mi bolsa şunu yazdım. Yani kişide bolgan sübetler aynen ifadelendi. Bazı yerlerde kishi yomon sifatlangan bo'lsa, men hargizmi kishini tushirishni yoki ayblashni maqsad qilmadim. Yoki ba'zi yerda kishi yaxshi sifatlangan bo'lsa, men hargizmi kishini oshirib yoki boshqacha maqtab ko'tarib etmadim. Shunga siz ayblabdi yoki bak maqtab etibdi deb ortiqcha o'ylab ketmang. Shundoq men ilgari yozgan So'g'uq Bilezuk degan asarda ishora qilib o'tgan kishilar bo'lgan. Ve şu eserde aytganimdek, keyinki asarlarimda ba'zi kishilarning tarixini Alloh qodir qilgancha tafsili yozib qoldirman degan edim. Mana bu siz o'qib bilmoqchi bo'lgan tarixiy yozma. Shu qatardagi mehribon va mard akashning obrazidir. Men bu asarda bu kishining barliq ulgulik va ibratlik hayotini tafsili yozib qoldirman inshaalloh. Buningdagi asosiy maqsadim Alloh hidoyat qilgan eng baxtli kishilarning baxt tuyg'usini his qildirish. Shundaqli Qur'onda oliy rizqlar ular uchun tayyorlandi degan kishilarning sifatini aslatish. Yiroq o'tmishdagi hijrat tarixiy asarlardan ibrat olmagan kishilarning yaqindagi hijrat tarixlarini ko'z oldiga kelib, o'z vaqtidagi vatandan elib chiqqan sog'lom aqidasini qaytadan bir aslatish uchun yozdim. Alloh taolo maqsadlarimga yetkazgay, qilgan amalimni qabul qilgay va chin ixlos ato qilib, asarning nom shuhratini emas, balki asarda ifodalangan fidokorlikdan ulgu elib, har kishi o'ziga ibrat elishni umid qilaman. Asarning yozuvchisi ilgirgideklar nomsizdir. 10 yil ko'rinmagan oy.
Biz bu shaharga kelgili 3 kun bo'lgan edi. Biz shahar ichidagi cho'ng avtobus bekatining oldiga selingan mehmonxonada bir kimlarnidir saqlab turib. Bu jarayonda asosiy jihatdan to'r aloqa qilmay yotoqda yo'l saqlab turdik. Tamaqimiz uchun mehmonxonaning yon tarafidagi Lanjoluq Xuyzo musulmonning oshxonasidan tamoq akilib yedik. U oshxona biz turayotgan yotoqdan 100 metr yiroqlikda edi. Bizning har kuni bu oshxonaga tamoqqa kelganimizni ko'rgan Tungan xo'jayin bizga alohida diqqat qilish orqali bizning vatandan kelganimizni bilib qopti. Bir kuni oshxona xo'jayini yenimizga kelib o'ltirdi va "Sizlar Shinjonglikmi? Men Shinjongda necha yil turgan" deb gap boshladi. U gapining oxirida "Agar xohlasanglar, men sizlar yaxshi ko'radigan lag'man tayyorlab beray" dedi. Biz nihoyat xush bo'lib ma'qul bo'ldik. Ondan oshxona xo'jayini bizga lag'man tayyorlab berdi. Bu lag'man bek o'xshamagan bo'lsa-mu, xeyli yomon emas edi. Shuningdan keyin biz bir necha qatam bu oshxonada lag'manga o'xshaydiganroq lag'manni yedik. Keyin bir kuni bizni chet elga yo'lga salmoqchi bo'lgan do'stimiz o'zining uyida ayoliga polo o'tkazib yotoqqa elib keldi. Biz tamoqni yop bo'lgandan keyin do'stimiz bizga bugun tushdan keyin bir necha odamning yonimizga keldiganligini, ondan bugun kechda bizning Xitoy chegarasidan o'tib chet elga mangdiganligimizni aytdi. Biz xo'shal bo'lishib, kech bo'lishni saqladik. Rost deganda shom namoziga 10 minut qolganda radsiz kiyingan, to'limi charchagan bir ayol ve 2 yaş etrafidagi bir qiz bilan 4 yaş etrafidagi bir qiz, ondan 8 yaş etrafida bir o'g'il bola. Bular bilan billa 45lar chamisidagi chochlari boshqurilmay o'sgan, burut saqili yuzini qoplab ketgan, kiyimlari bir xil qo'lashmagan, chiroyi qaramtul kishi yenimizga keldi. Qaramoqqa bular bir oila kishilarga o'xshaydi. Bu vaqtda biz shom namozi uchun tayyorlik qilib o'tdik. Bu kishi darhol tahorat elib yenimizga keldi. Ammo yenidagi o'g'il bola yerda qo'yilgan cho'ng somkaga yo'linib, mugdab uxlab o'tadi. Men u kishiga "Aka, ma'u bolalar namoz o'qimamdi?" deb so'radim. U odam "Men bilmayman" deb javob berdi. Bu vaqtda bu odam bakli jijilishib ketgandek qiladi. Hatto mening ko'zimga ozroq nervisi ojizdek bilindi. Ondan uchimiz billa shom namozi o'qidik. Namozdan keyin do'stim menga telefon qildi. Do'stim telefonda birozdan keyin bir ayol yananglarga keladi. Ular kelgicha yotoqda saqlab turinglar va heliqi yangi kelgan kishidan yo'l pulini elib tayyorlab qo'yinglar dedi. Men telefonni qo'yib yangi kelgan kishiga "Aka, ma'u somkalar bak cho'ng ekan. Texi 3 tal somka. Bizning mangadigan yo'limiz tav yo'li. Bularni ko'tarib mangmoq tas. Shunga bularning ba'zilarini tashlab etili" dedim. "Va yollarda qanchalik pul bor? Qandaq pul? Dollarmi yoki Xitoy pulimi?" deb so'radim. Bu odam "Bu somkalar mening emas, mening hech narsam yo'q" dedi. Men "Undaqda ma'u bolalar kim?" deb so'radim. U odam "Men bularni tunamayman" dedi. Men "Sizlar nereden, qaysi shahardan keldinglar?" deb so'radim. U odam "Biz Guangzhoudan birga keldik" dedi. Bu qitimliq anlatışımız bu yerde tugadi. Keyingi anlatışımızda ko'rishguncha Allohga omonat. Assalomu alaykum.